qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Jo Bayden Xitoy yoki boshqa davlatlar bilan bo'lgan raqobat sahnasida necha 10 yillardan buyongi eng kuchli o'rinda turyapmiz degan. Erkin Tunyazning kelar hafta Angliya va Yevropa davlatlariga ziyoratga berishi planlanmoqda ekan. Tayvandagi Amerika shirkatlari jiddiy taqobil turish planiga tuzatish kirgizgan. Xitoy davlat televiziyasi xodimlari ofatga uchragan xalqdan hukumatdan shikoyat qilishni talab qilgan. Dehqonlar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerika ovozining 8 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Jo Bayden 2 oyning 7 kuni davlat majlisida qilgan so'zida hukumatimiz hokimiyatni qo'lga olishdan burun insonlar Xitoyning kuchining qandoq zo'rayotganligini, Amerikaning sapdan tushib kelayotganligini so'zlashadi. Amaliyotda undaq bo'lmaydi. Men Xi Jinping bilan ayrim paranglashgandimi, Amerika bilan Xitoyning raqobatlashadiganligini, ammo to'qnashmaydiganligini aytgan. Biz Amerikani kuchlantirish va dunyoning muqim kelajagi uchun mablag' solamiz. Biz ittifoqdoshlarimizga mablag' solish, ular bilan hamkorlashish orqali ilg'or texnikalarimizni qo'g'daymiz va bu texnikalarning bizga qarshi qo'llanilishidan saqlanamiz. Xitoy hokim bo'lish, ustunlikni egallash niyatida. Zamonaviylashgan askariy kuchimiz muqimlikni qo'g'dab, tajovuzchilikqa to'sqinlik qila oladi. Bugun biz mayli Xitoy yoki boshqa davlatlar bilan bo'lgan raqobat sahnasida necha 10 yillardan buyongi eng kuchli o'rinda turyapmiz. Amerikaning manfaati va dunyoning baxt saodati uchun men Xitoy bilan hamkorlashishga tayyor. O'tgan hafta aytganimdek, Xitoy bizning egilik huquqimizga daxli daruz yetkazsa, biz barliq usullarni qo'llanib, davlatimizni qo'g'daymiz va buni qildik. Shuni oydinlashtirishimiz kerakki, Xitoy bilan bo'layotgan raqobatda o'tib chiqish bizni ittifoqlashtirdi. Dunyoviy xirislarga duch kelyapmiz. O'tgan 2 yilda demokratik tuzum bargan sari kuchaydi. Mustabid tuzum ojizlashdi. Xi Jinpingning o'rnini olishni xohlaydigan biror dunyo rahbari bormi degan. Atalmış Şinjanning qo'rchoq rahbari Erkin Tunyazning kelar hafta Angliya va Yevropa davlatlariga ziyoratga berishi planlanmoqda ekan. Muhofizatchi xabar to'rining 8 fevraldagi xabariga qaraganda, Amerika hukumati tarafidan jazolangan Atalmış Şinjanning qo'rchoq rahbarlaridan biri Erkin Tunyazning kelar hafta Angliyani ziyorat qilishi, undan keyin Yevropa davlatlariga berib Uyg'ur masalasini muzokara qilishi planlangan. Gerçi Angliya parlamenti 2 yil ilgari Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Angliya tashqi ishlar ministrligi buningga izchil qarshi turib, irqiy qirg'inchilikqa faqat sudning hukm qila oladiganligini aytib kelgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladchilari 1 milliondan ortiq Tibet bolalarining oilasidan majburiy ayirib etilganligini ayblab yozgan xatini Beijingga yo'llagandan bir hafta o'tgandan keyin Atalmış Şinjanning rahbari Erkin Tunyaz Angliyaga ziyoratga kelishga taklif qilingan. Angliya Emgak partiyasining 4 nafar a'zosi, Liberal Demokratlar partiyasining 2 nafar a'zosi, Muhofizakor partiyaning Ian Duncan Simsni o'z ichiga olgan 4 nafar a'zosidan tarkib topgan Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqining a'zolari taklifni bekor qilishga chaqiriq qilgan bo'lib, Angliya tashqi ishlar ministrligi elektronlik xat orqali ularga Erkin Tunyaz bilan yuqori darajalik amaldorlar uchrashish yig'ini chaqirib, Xitoyning usulining o'zgarishi uchun besim ishlatish maqsadida va ayrim delollarni o'z ichiga olgan ba'zi masalalar haqida taklif beradiganligini aytgan. Xitoy makro iqtisod xabar to'rining 8 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Savdo uyushmasining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Tayvandagi Amerika shirkatlarining yarmi degidek Xitoy cho'nquruqligi bilan Amerika o'rtasida to'qinish yuz berganda jiddiy taqobil turish planiga tuzatish kirgizgan. Tayvandagi Amerika shirkatlari asosligi pul muomala shirkatlari, aviatsiya shirkatlari va energiya shirkatlari, Google va Microsoft qatorliq texnika magnatlarini o'z ichiga oladigan. Shamol kuchi bilan shug'ullanadigan energiya shirkatlari Tayvanda amaliy mulki bo'lganligi uchun davomliq andisha qiladi ekan. To'qinish jarayonida mol-mulklar to'sqinlikqa uchrashi mumkin ekan. Chunki Beijing qonun chiqarish orqali Amerika shirkatlarining Tayvanda tijorat qilishini qiyinlashtirib oladi ekan. Tekshirishni qabul qiluvchilar ichida 28% kishi ta'minlash zanjirini tengshaydiganligini bildirgan. 18% kishi Tayvanning sirtiga kengayishni planlayotganligini bildirgan. 6% kishi Tayvandan butunlay ko'chib ketishi mumkinligini o'tirg'a qo'ygan.
İctimai axborotda tarqalayotgan sinlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy davlat televiziyasi xodimlari Turkiyadagi ofatga uchragan o'lka Qahramonmaraşqa berib, hayot-mamot o'rtasida tirkishayotgan xalqqa hukumat ustidan shikoyat qilish badaliga pul beradiganligini va'da qilgan. Kuch kiritishga, ziddiyat tug'dirib, muhitni qalaymaqonlashtirishga, shu orqali o'ziga ma'lum foyda manfaat undirishga mohir, nasli buzuq, vahshiylikda o'xshashi yo'q, inson deyishgami arzimaydigan tajovuzchi Xitoy maxluqlar ofat rayoniga berib, uchur to'plag'ach, xalqni davlatiga haqorat qilishga da'vat qilgan. Tercümen yardımcısıyla konuşuyor. Çin'den mi gelen? Yok, Çin devlet televizyonu dedi. Ellerine mikrofon. Buyur kardeş dedim. Ne oldu dedi. Ne oldu dedi. Vallahi kardeş dedim ne olacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir afet dedi. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptılar size dedi. Biz Türk milleti olarak hiçbir şeye ihtiyacımız yok bizim dedi. Biz kendi kendimize yeteriz dedi. Demeye kalmadı dedi ki AKP'li misin böyle konuşuyorsun dedi. Yok biz dedim bayrak sevdalısıyız dedim. Sadece biz memleketimizi toprağımızı seviyoruz dedim. Bizde particilik yok dedim. Paraya da öderken öbür çocukla telefonu var gösterebilirim. Evet abi. Parayı uzattı baleyle. AKP'li misin dedi. Hayır sadece ben Türk milliyetçisiyim dedi. Bir şeyler diyemez misin hakkında bir iki kelime dedi. Biz gerekeni yapak dedi. Aynen böyle. Mustaqillik yo'li har qachon xatarga duch kelishga, sinoqqa duch kelishga ochiq. O'lim har vaqt yuzlashish mumkin bo'ladigan potensial vaziyatlarning avvalidir. Yolg'iz intiqom yoki qisos maqsad qilingan kishilik kurash bilan intiqom va qisos ro'yi yo'g'rilgan vatan mustaqilligi kurashi o'rtasida qimmat va mas'uliyat nuqtasidan olamcha farqlar bor. Kishilik intiqom yoki qisosda kishining vaziyatga qarab voz kechish yoki kechirib o'tish haqqini ishlatishi har qachon uning uchun ikkinchi tanlash bo'la oladi. Ba'zida bular moddiy to'lam yoki badal qarshiligida afv qilinib to'xtashi, ahdidan qaytib orqaga chekinishi ham mumkin. Texi mushundaq qilish ba'zida bir fazilat yoki oliyjanoblik sanalib qoladigan ahvollarmi bo'ladi. Shundaqla yolg'iz qisos va intiqomning xarakterida ulug'vorlik, eng oliy sharaf, millatga sharaf elib kelguchi qahramonlikqa o'xshash bir qator yuksak qimmatlarni o'rin tutib ketmaydi. Mustaqillik harakatida bo'lsa, ish undaq oddiy emas. Mustaqillik harakatidagi qisos va intiqom mazkur harakatning bir parchasiga aylanib ketadiki, ammo tubga amili bo'la olmaydi. Bu harakat eng oldi bilan ulug'vorlikni o'zida mujassamlashtirgan. Voz kechmaslikni, adoqqa nafas to'xtaganga qadar aslo yo'ldan qaytmaslikni ahd qilishni, jon tanda bo'lgan muddatcha ahdiga shartsiz vafo qilishni shart qiladi. To'lam yoki har qanday bir moddiy qimmat bahosiga sotqili, kelishim yoki savdolashish usuli orqali undan voz kechishga yoki prinsiplarga rioya qilmaslikka yo'l chiqarg'ili bo'lmaydi. Aksicha bo'lganda, bunday qilishlarning hammasi xoinlik, munofiqlik hisoblanadi. Hatto o'lim jazosimi uning badalini to'lab, gunohini yo'yib, xiyonatini oqlab tugatib bo'lolmaydi. Burhan Muhammadning noahlilik va salohiyatsizlik sirtmoqlarida bo'g'ilayotgan mustaqillik ko'rishi nomli maqolasidan ilindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynəңlər üçün köp rəhmət. Gələr qıtımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a amanət olğaysızlar.